Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ikki xil nachinkali somsa tayyorlaymiz. Birinchisiga go'sht, kartoshka, piyoz, ziravorlar, tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Ikkinchisi tovuqli nachinka bo'ladi. Tovuq, pomidor, ziravorlar, tuz, mayonez va sir qo'shamiz bunisiga. Ikkala nachinkamizni tayyorlab oldik. Men tayyor muz xamiridan foydalandim. Xamirni yupqa qilib yoyib olamiz va teng bo'laklarga bo'lib olamiz. Videoda ham ko'rishingiz mumkin. Har bittasiga nachinkamizni solib chiqamiz va videoda ko'rsatilgandek birlashtirib zupachiska bilan qotirib olamiz. Ochilib ketmasligi uchun zupachiska qilib olamiz. Ikki xil nachinkali xamirni keyin bir-biriga yopishtiramiz. Uchlarini birlashtirib. Mana tugib oldik hammasini. Bir-biriga yopishtirib, ustiga kunjut va tuxum sarig'i surib pishirishga qo'yamiz. Yumshoq bo'lib, mazali bo'lib chiqadi. Tayyorlab ko'ringlar. Sog' bo'linglar.